Ekran aldıkı qadirli dostlar, Tarım Namasının yeni son programı arqılıq sizlər bilan yüz görüşkənligimdən tolum xoşalman. Mən proqram riyasətçisi Gözade. Şinjan Könek Fen Texnik Çəklik Şirketi, Körgü Media Bilim tarqatqan Şinjan Saray Yemək İçmək Mülazimət Çəklik Şirketi tacıdarlıqdakı Tarım Naması proqramısı ətrafımızdakı əhəmiyyətli İslam münəvvər şəxslər icadi sənət əsərləri və sənətkarlarını tunuşduruş əsas məqsədlənən proqram olub. Bu son proqramımızğa təklif qılınan əziz mehman 4-cü Qarar İpək Yolu Sadası proqramısı Mömincan Abdükim Ustaz qrupusida çempionluqni qo'lga keltirgan yetilayotgan yosh naqshimiz Yor Muhammad. Undaq bo'lsa ekranımız orqali Yor Muhammadning sho'x, jushqun, ommabop naqshlaridan birlikda o'zir olaylik.
aşık bulup bulbul sayraydı. Neçe yaşqa kirdiniz deb qizlar so'raydi. Neçe yaşqa kirdiniz deb qizlar so'raydi. Minishig'a qarab baqsam, turishig'a qarab baqsam, bek shu o'xshaydi. Ey, bek shu o'xshaydi. Minishig'a qarab baqsam, turishig'a qarab baqsam, bek shu o'xshaydi. Ey, bek shu o'xshaydi. Voy, bek shu o'xshaydi. Şinjan Könek Fen Texnik Çeklik Şirketi, Körgü Media Bilimi tarqatqan Şinjan Saray Yemek-içmek Mulazimet Çeklik Şirketi tajdorligidagi ta'lim navbasi programmamizning bu sonda tunilgan yosh naqshchimiz Yarmuhammadni alayda taklif qildik. Yarmuhammad, sahnamizga xush kelibsiz. Ekran oldidagi barcha aziz mehmonlar, ko'rman do'stlar, yaxshimisizlar? Kamin naqsh do'stlar, Yarmuhammaddan o'tliq salom va oliy ehtiromlar bo'lsin. Ta'lim navbasi programmasi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Yarmuhammad naqshlaringizni anglab o'tdik. Endi shu programmamiz orqali siz mush kasbda maxsus o'qidingiz, naqsh o'rindash kasbda. Naqsh o'rindash kasbida o'qib baxmagan, lekin mush kasbga alayda qiziqishi bor nurg'un do'stlar bor, navaskor do'stlar bor, ovozimi yaxshi, lekin kasbiy jihatda tarbiyalanmaganligi uchun nurg'un tarafda o'z yetarliliklar saqlanib kelyapti. Endi mush do'stlarga sizning kasb nuqtasidan deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor yoki taklifingiz bor, biz mush programma orqali do'stlar bilan o'rtoqlashib baqsak bo'ladimi? Bo'ladi. Men faqat maktabda o'qiganligim uchun, shu kasbda o'qiganligim uchun keyin bu go'zal ovoz kasbini tushungan. Bo'lmasa uningdan burun tushunmaydim. 5 yil o'qish orqali go'zal ovoz shaklining ovoz chiqarish usuli, ham shundaqla Yevropacha naqshlarni shu ovoz uslubida aytish qatorliq narsalarni o'rgandim. Lekin men uningdan burunmi boshqalarga o'xshash mush jamiyatdagi naqshlarni ko'pincha yoqtirib anglaydim. Ilammi shundaq yaxshi ko'rib anglayman. Mening ham deydiganim mush kasbni tutib menayotgan va yoki mush go'zal ovoz tarbiyalangan va yoki qiziqadigan do'stlarimiz meningcha bu kasbni tashlab qo'ymaslikni umid qilaman. Chunki bu kasbda tarbiyalanganlarmi diyorimizda bek oz. Ham bu kasb diyorimizda bek olqishliq kasb bo'lib ketmasmi? Lekin meningcha har qanday bir mush kasbiy nuqtadagi naqshchilarning hammasini bir azroq o'rganib qo'yishga arziydi deb o'ylayman. Kasbiy bilimlar haqiqatan bizning o'rganishimiz zarur bo'lgan bilimlar. Biz aytish, masalan, o'rindash jihatda qaramoqqa biz boshqalarni do'rab o'rinday olgan bilan kasb nuqtasini aytgan chog'da biz endi davom o'rganmasak bo'lmaydi deb qarayman. Ondan keyin Yarmuhammad sizning ommabop naqshlarni aytish alohidaligingiz bor ekan. O'zingiz sana shu yerninki go'zal ovozli naqsh o'rindash, muqamni asos qilgan turda o'qidingiz shundaqmi? Endi muqam go'zal ovozli naqsh o'rindash shu mening tushanchamda shu naqshi muzika kasbidagi yuqori o'rinda turadigan bir qadar qiyinlik darajasi yuqori bo'lgan bir tur deb qarayman. Shunga sizniki mush ommabop naqshlarni shundoq yaxshi o'rinlab ketishingizga yoki ommabop naqshlarni o'rinlab boqaychu deb shundoq bir yo'lga kirishingizga nima asos turib qoldi? Bu jihatda men maktab kirishdim burunmi, men ommabop naqshlarni yoqtirib, xalq naqshlarini yoqtirib anglaydim. Endi maktabga borgandan keyinmi men darsda shu go'zal ovoz darslik naqshlarni o'rganib, shu operalni aytgandan sirt men mushu ommabop naqshlarni izchil o'rgangan yoqtirib. Keyin maktab bitiriblam boshqa har xil ko'ngilchi so'rinlarda ishladik. Shu chaqda bu ommabop naqsh o'qimasak, go'zal ovoz naqshi bilan ko'ngilchi so'rinlarni ancha bakalqi yaxshi qizg'inlik ko'tarib olmaydi. Shu sababdan men burundan o'rganganim bo'yicha mushu ommabop uslubdagi naqshlarni shu go'zal ovoz o'rganganga o'xshash yezib, ham shundaqla anglab to'xtamay burundim o'qiy olganki, shu bo'yicha epmangan. Ham shundaqla jamiyatdagi boshqa mendan yuqori o'rindagi va men bilan tang mushu naqshchi kasbiy do'stlar bilan birga tang qadamda ilgirlash uchun o'rgangan. Siz balki mush ommabop naqshlarni aytish jarayonida xalq ichidagi nurg'un mush san'atni alohida yaxshi ko'rgan bu muzika o'rindashiyatda o'ylab baxmagan ortiqchiligi bor kishilar bilan uchrashishingiz mumkin. Sizmi shu kasbiy tarafda taraqqiy qilish bosqichingizda nurg'unlagan shogirdlarni qabul qilishingiz mumkin. Shunga o'xshash ommabop naqshlarni o'rindashga turib bo'lgan sababingizni bildim. Rahmat sizga. Ko'rayotganingiz Şinjan Könek Fen Texnik Çeklik Şirketi Körgü Media tarqatgan Şinjan Saray Yemek-içmek Mulazimet Çeklik Şirketi tajdorligidagi ta'lim navbasi programmasi.
Undaq bolsa vaqt münasibət bilan bugünkü proqramımızın axırıncısı alıb durubdu. Rəhmət Yarməhəmməd, siz alayda vaxtınızı çıxırıb proqramımızı qatnışıb berdiniz. Meningcə məşə ekran aldakı dostlarımı sizdək bir kəsb ilgisindən suyundu. Sizə gözəl tiləklərimiz yar bolsun. Rəhmət. Rəhmət.